Soatim 7 bo'libdi. Nimaga kelib ketdi? Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men Games Minecraft. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda men kompyuterxona ochaman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin bo'ldi. Unda ketdik. Kecha narsalarni zakaz bergandim. Kelgan bo'lishi kerak menimcha. Ovozim ketib olmaymizlar. Shu sal shamollab qoldim. Va mana kelibdi narsalar. Gamer stollari. Stol. Kompyuterlar, routerlar va oxirida men o'tiradigan narsalar. Unda buni hammasini olib olamiz. Shunday olib olamiz. Bularni ham olib olamiz. Keyin buni ham olamiz. Aytgancha birlashsa kerak. Mana. Va sizlarga ichonlik ko'rsataman. Va mana do'konimizning ichi. Svetni qo'ray. Mana. Bitlar bug bo'lyapti nimaga? Загрузка qilishni boshladi. Va endi bitlarga qo'yishni boshlaymiz. Bitdik davodan o'ylasa. Ikkita gamer stoli. Ana. Ochamiz. Va endi bitga gamer stolini qo'yamiz. Va mana. Endi esa bu yoq tarafi ham ikkita kompyuter, ikkita gamer stoli. Mana. Va qo'yamiz va notebooklarni ochib qo'yamiz. Endi bu yoq tarafi. Mana. Shunaqa yo'nalishda qo'yaveramiz. Lekin do'kon qimmatga tushdi ekan. Lekin shunga yarasha katta. Shunga yarasha kattaligi bor. Yana ochib chiqamiz. Va gamer stollari. Yommayo. Bitta blok tashlab ketibman bunday. Bittadan shunaqa va menimcha bulardan keyin qolmadi yo'q. Mana. Va gamer stoli. Mana kompyuterlarni olib chiqamiz. Qo'yamiz va kompyuterlarni qo'yib bo'ldik. Endi routerlarga kelsak. Va routerlarni bitta ikkitasiga alohida, bitta ikkitasiga alohida, bitta ikkitasiga alohida, bitta ikkitasiga va mana ikkitasiga. Mana shu yerga qo'yaveraman. Bu esa mening asosiy routerim bo'ladi. Shu yerda turadi. Va
ikkinchisi esa bu mening narsalarim. Mana shunaqa. Yo'q, bitta emas. Bitta qo'yamiz. Bo'ldi. Va bitta kompyuterimni qo'yib qo'yaman va ochaman. Va ana endi kompyuter xonamiz ham hammasi tayyor. Endi bularning hammasini Wi-Fi ga ulab chiqishim kerak. Uyammayo. Buni men bilan routerga tak. Tamam, mana ham shu birinchi routerga. Bo'ldi menimcha. Endi bittasiga kelsak, uni ikkinchisiga ulaymiz. Va ikkinchisini buni ham ikkinchisiga ulaymiz, chunki bu Wi-Fi'lar qotadigan, ikkitadan ko'p oshib ketsa qotadi. Buni esa uchinchiga. Tak, yana bir marta. Tak, endi buni ham shu uchinchiga ulaymiz. Va buni esa to'rtinchiga ulaymiz. Buni ham. Va buni esa ikkinchi qatorga o'tib, birinchiga. Tak. Men buni ham ikkinchi qatorga o'tib, birinchiga. Nechta kompyuter qoldi? Ikkita. Buni esa ikkinchiga pastga o'tib, men bunga. Ya, ikki gulanib ketdi ikkiga. Buni 3ga ulash kerak. Buni ham va bo'ldi. Va tak. Kompyuterlarim hammasi Wi-Fi ga ulanib oldi. Va o'zimning kompyuterimga mening routerim eng pastda menimcha. Yo'q, tortmayapti. Birinchida meniki. Tak, va o'zimga kerakli narsalarni unutishim kerak men. Mana bu. Mana shu 4 ilovani hammasi menga kerak bo'ladi. Va bo'ldi. Soat 8 bo'ldi mayli. Endi men bularni olib tashlashim kerak. Va hammasi olib tashlandi menimcha. Tak. Endi bu do'konim ham sotilib qoldi. Endi hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan men Germes Minecraft bo'ldim. Unda bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Aytgancha, video haqida kommentariyangizni yozib ham keting. Unda hammaga xayr.